Assalomu alaykum hammaga. Sizlar uchun yaxshi kir moshina so'rayotganlar uchun ikki xil variant ko'rsatamiz. 8, 7 kilolikda Hisense brendidan bo'ladi. O'sha bu brendni hali ko'pchilik taniydi. 20 yil, 30 yildan beri mahsulotlarini chiqarib, sifatli zonasilar chiqarib beradi. Xo'p, 8 kilo kir moshinamiz narxini aytib o'taman. 300 dollarga. Xo'p, 16 funksiya, ikkita funksiya bug' bilan ishlaydi. Ichi gabaritlari ham ancha katta bo'ladi. Ko'rsanglar bo'laveradi. Xo'p, barabarlari ham haqiqiy bubble barabanda qilingan bo'ladi. Kiyimni yuvayotganda umuman katushka qilib cho'zib qo'ymaydi. Ro'zg'orga hozir brendlar ko'p, qaysi brend tanlashni bilmayotganlar uchun yaxshi zo'r variant olib ishlatsanglar bo'laveradi. Xo'p, par bilan ishlaydi. 3 yil o'ziga 10 yil motorga servisi tomonidan обязательно garantiya beriladi. Xo'p, 16 funksiya, bu yerda yana qo'shimcha funksiyalar qo'shsanglar bo'laveradi. Xo'p, keyin yana bitta model kelgan, hozir 3-seriyasi Hisense'da. Xo'p, Pony Euro standart bo'yicha yig'iladi. Dizaynlarini ko'rsanglar bo'laveradi. Bu yerda общий bunda ham 16 ta programmada ishlaydi. Bunda funksiya 4 ta funksiyasi bug' bilan ishlaydi. Nargisda 2 ta funksiya bug' bilan ishlasa, bunda 4 ta funksiyasi bug' bilan ishlaydi. Buni yaxshi tomoni qo'shimcha super stilkalar qo'shilgan, 49-30 minutlik. Bistri stilka ham bor, обязательно undan tashqari 15 minutlik Wi-Fi upravleniya bo'ladi. Telefon orqali Wi-Fi bilan bemalol boshqarsangiz bo'laveradi. 2 qavat oynali, ichida yuvayotgan kiyimingiz umuman ko'rinib qolmaydi. Xo'p, 3 yil o'ziga 10 yil motoriga servisdan обязательно garantiya beriladi. Bu yerdan bemalol joystikdan programmalarni xohlaganingizni tanlasangiz bo'laveradi. Par bilan yuvish, ochiska baraban, Wi-Fi upravleniya, qo'shimcha chaqash, nima desangiz hamma yo'g'i bor. Narxi 320 dollar, Andijon shahar bo'yicha dastlabkilari ichida bo'ladi. Xo'p, bundan boshqa brend ham kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Hamma brend, LG, Samsung, Liboy brenddan topib beramiz o'zimiz. Pastda nomerlar yozib qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqinglar.